Nasib qoldi xolasa yunglarni shu yuvintirib qo'ysalarga cho'miltirib, lekin zo'r narsalar ekan. Obunachilar telefon qilib, olib mashina tashlab qo'yinglar. Turgan puldan foyda yo'q. Lekin mana buni olib tashlasangiz, lekin baraka topasiz. Obunachilar bu qo'ylar bilan bonusga ekan. ichida ketaveradi, bonusi qo'chqori ham. Ketaveradi. Mashalloh. Obunachilar bu qo'ylar. Bularni narxida chiqarib beraman aka men bu. Narxlari ham xolasa yo'lda qilib beraman deyaptilar. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Hamda YouTube kuzatuvchilar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Kanalimizda ashaddiy obunachilar xudo xolasa muzaffar, menga bunday to'qli qo'ylardan bir chiqarib ber degan obunachilar juda ko'p bo'ldi mana. Qo'ylarni qaranglar, uzunligini qaranglar, jonivorlar. Haqiqat tozalaridan o'sha 1-sentdagilar yetib keldi. Zot ishqibozlariga shu seleksioner akalarimizga tavsiya qilamiz xudo xolasa. Akmaljon, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Kelib qoldingizmi? Ormon Charchamang. Ishlaringiz yaxshimi? Qo'ylarni zo'rni olib kelyapsiz-da xolasa. Haqiqat elita qo'zi to'g'lida ishqibozlar O'sha legendalardan kelibdi, tozalarida. Haliga yonida bir qop juni yo'q ammo. Ko'rinib turibdi ko'zi bilan. Ko'rib Buni turibdi. jonivorlarni qaranglar. Haqiqiy zo'r, o'sha oyoq qolu uzun buni. Oyoqlarni qarang. Birattasini osilgani yo'q, xudo xolasa hammasi Qo'chqarchani qarang. Qo'chqarni qarang. Bu Ularni deyapti. qarang. Voy jonivar, buni qarang. Mashalloh. Obunachilar bilan like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Manzilimiz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. 2026-yil 10-aprel. Haftani juma ayyomi hammaga muborak bo'lsin obunachilar. Xudo xolasa bu qo'ylarni qaranglar. E'tibor bilan buni stoykalariga, uzunligiga ahamiyat berasizlar. Mana jonivorlarni ko'ringlar. Yungi yo'q holatda o'sha suyaklari ham uzun bo'ladigan narsalar. Akmaljon, soni nechta bu yerda? Soni 11 dona sog'liq muzaffar aka, bitta qo'chqari bilan. 11 dona sog'liq. Bir dona qo'chqari bilan 12 dona. 12 dona. Buni o'sha qo'chqarni ata o'zimiz qo'shib qo'ydik. Qulog'i 21 pilus, 21 chiqaveradi aka. 21 chiqaveradi. Uni adadini sotsa o'zingiz bilasiz, u qo'y pulga taqqaslab bo'lmaydigan qo'y o'zi. To'g'ri. Lekin mana dollarga chiqmaydi Akmaljon bular? yo'q. Buni yakka sotsa dollarga chiqadi. Yakka sotsa chiqadi buni qo'llar. Optimga sotsa so'mga chiqadi, o'ta qulay bo'lib chiqadi xohlasa. Xudo xolasa yaxshi narsalar ekan. Xudo xolasa hammasi ham uzun bo'ladigan narsalar ekan, terilgan ekan bular. Aka, buni optim odam yutadi aka. Bizga yengil kelgan optimni yengil beramiz aka. Optim ketsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi-da, to'g'risi. Gap yo'q. Obunachilar shoshilib ekrandan nomerlar aloqa chiqarasizlar, lekin qo'ylar zo'r, yeb ishlari yaxshi Akmaljon. Ishlariga bir haftaga holat beramiz. Aha. Lekin joni emas, etga o'rish kerak oldindan. To'g'risi gapda. Yedirib ichirib keng pulsana ular akasizlar obunachilar. Ijolat bir hafta baqib ko'rib olishaveradi. Qo'ylar lekin uzun narsalar. Akmaljon, realni bo'lsin, bitta hektar o'lchab qo'yaylik mana shularni. Oldi. Metrdon. Metrdoringlar. Qo'chqorni qani shulangchi? Yo'q, jonivar. Qo'chqori ham lekin zo'r ekan. Mana yerdan chiqqaniga pulsana so'radi Akmaljon. Qana pul berib Mana yerdan tepaga 80 pilusda turibdi. 80 plus turibdi, xudo xolasa ushlangan. Nima yerdan ushlab kelaver. Mana jonivorni ham o'tda uzun katta qo'yagan lekin bunisi. Mana qarang. Mana 80, bu ham 80 pilusda muzaffar. bu ham 80 plusda turibdi. Qo'ydi qara. Qo'ylar zo'r, xudo xolasa qo'ydi unmaydi. Qilishadi buni, da xolasa. Buni da xolasa mana kunla xolos tavsiya qilaman, olib tashlab qo'ying. Yosh narsa-da. Hali bittasi ham tushyormagan-a buni. Yo'q. Yosh narsa. Lekin qo'ylar uzunligi uzun. Boqib, bolani olaman, zotini olaman deganlarga. Xudo xolasa hammasi ham yaxshi ekan, Akmaljon. Xolasa qo'ylarda ukardorsigacha bo'lgan muzaffar emillab, juda chiroyli qilib Vaksinalar qildirib qo'ydingiz-a, xudo xolasa. Hamma yo'q bo'lgan. Hamma yo'q bo'lgan, sinovdan o'tdi uyimizda turdi. Bir hafta 10 kundan yedirib, ichirib, keyin birovga sotamiz-da, to'g'risi gap biz. Buni keldi, darrov sotib olish bizda unaqa narsa yo'q aka. Sinovdan o'tadi, keyin sotiladi aka. Akmaljon, buni to'g'risi obunachilar kutirmaylik, narxini aytaylik. Yana ikkinchi partiya ham bor deyapsiz Akmaljon. Muzaffar aka, men sizga aytmayman, dollarda aytmayman aka. To'g'risi gap. Ortiqcha haligi 7 milliondan, 6,5 milliondan kami bor undaqa narsa yo'q aka. 6 million 200 dan bir joyda qo'chqor sovuq emas ketdi. 6 million 200 ming so'mni bir joyga olishing ketaveradi-a? Ketaveradi aka. Ammo qo'ylar zo'r aka. Bozordan ham lekin buni yakkalab olsangiz aka, bunday qo'yib bermaydi. Yo, to'g'ri, xudo xolasa Kirib olish ham qiyin. yaxshi narsalar ekan. Lekin obunachilar ko'rganda o'zi bilishadi. O'zi bilishadi buni qanaqa qo'yligini Akmaljon, o'zi
Ko'rinib turib qo'ylari. Bu aka to'g'risi gap qo'zg'olonda kichkina ravoldan Qirg'izdan o'tgan aka. Oldinroq o'tgan, Qirg'izistondan. Klient olib keldik aka bu qo'ydi. Misol hozir o'tdi, undaqa keldi, bundaqa keldi. Bizga yolg'on gap bo'lmaydi. Palanchiniyadan, pistanchiniyadan deyish kerak yo'q bu yerda. Oldinroq o'tgan, o'zimiz klient boqib turdi, chiroyli undan oyaga yetkazdi, olib keldik, sotyapmiz aka, xudo xolasa. Oz-ozdan naflansa sotamiz. Akmaljon obunachilardan bir maza qilsin, narxini dangal. Kelishtiring. Endi- O'xshamadi u. Muzaffar aka, To'g'risi, boshqatdan tushiring. kommentariyaga otangga rahmat deb, qo'ying arzon bo'ldi uka, menga jo'nat deysiz, mana buni bor, 100 ming, 200 ming so'm o'tdim. Oxirisi mana sizga. Qancha? To'ppa-to'g'ri 6 million. 6 milliondan keling. 6 milliondan ketdi. Ketdi Muzaffar aka. Barbar aka. Obunachilar olib buni tashlab qo'ying. 6 million so'mdan Akmaljon, men to'g'risi har kuni bozorda yuraman-da. Buni jiddidan yana xayrini qilib bering. Buni 6,5 milliondan qo'ysangiz ham, lekin arziydi qo'yiladi. Lekin arziydi. Mana obunachilar Qo'ylar ko'z ko'rib turibdi-da, misol. borgandan keyin ko'rib olasiz, lekin qo'ylar vobshe zo'r narsalar mana. Hamma yo'g'i chiroyli kelgan narsalar. Lekin Akmaljon 6,5 million qo'ysangiz ham arziydi. Lekin buni olgan odam ozginadan sizdan olib arzon oldim deb xursand bo'lsin, to'g'risi-da. Dangal buni. Endi shuni deyapsiz Muzaffar aka. Qo'chqor 6 millionni pastga qo'yib bering. $1000 bermayman lekin. Yo, to'g'ri, 1000 dollar bermaysiz, 6 million pastga qo'yib bering Akmaljon. Dangal. Bo'ldi mana 100 ming so'mdan siz 100 mingdan sizga yarashmaydi, obunachilar. Dangal-da. Dastlabkachini qilib berasiz. 200 ming so'mdan o'tib beraman hadim. Toshkentgacha dastlabki besplatni. Bag'i eshitib turing. Aha. Toshkentgacha vodiy bo'ylab. U yog'iga kelishamiz. Mana Lekin O'zbekiston bo'ylab. mana bu ishingiz lekin haqiqiy zo'r bo'ldi. Obunachilar telefon qilib, mana bu qo'ylarni olib tashlab qo'ying. Lekin 6,5 million, 7 million qilib yakkala olganni bitta oling 5 million 800 ming so'mdan. Bir joyga. Xudo xolasa tashlab qo'ying. Muzaffar aka, tepasi aka. Qo'chqorni qarang, dumba, razirezini qarang. Vobshe zo'r narsa ekan lekin. Hammasi ham xudo xolasa chiroyli narsalar. Olib tashlab qo'yinglar obunachilar. Lekin arziydi. O'ynab turibdi qo'ylar, qarang. Hammasi ham yaxshi ekan. Akmaljon, keyingi partiyaga o'tamizmi? O'tamiz aka. Keyingi partiyaga olib chiqamiz, a? Zo'rlardan ekan Akmaljon bular ham. Qo'ylarni Yarichka qarang. deydi-yu. Mana bular bo'ladi aka, yarichka qo'y. Yarichkalar, a, bularda xolasa. Yarichka qo'zi deb mana bular aytadi aka, to'g'risi Qo'ylar, gapda. qo'yinglar obunachilar. Xudo xolasa hammasi ham zo'r ekan, chiroyli narsalar. Rasa boqish ekan. Akmaljon, buning ichida ham bitta qo'chqor bor shekilli. Hammasiga bitta qo'chqor qo'shib qo'yaman aka. Ha, qo'chqor qo'shilgan-da bularga, to'g'rimi? Lina qo'chqor aka, ko'ryapsiz. Qo'chqor qarang, kallani qarang. Yuzlarini qarang, jonivar. Haqiqat chiroyli, bo'ladigan narsalar ekan. Lekin Akmaljon, qo'ylar zo'rni olib kelibsiz, ishonavering. Mana qo'yni qarang. Jonivar, kallani qarang. Bu qarang. Vobshe zo'r quloq joylar shu. Garbonot deysizmi? Oyoqlarni qarang, tirsaklarini. Quvvat narsa aka. Dumba, Qo'ylarga mosda. chos kengliklari Orta zo'r. katta qo'ymas. Endi o'sadi. Qo'ylar o'sadi, hali. Zakonni bo'lib ketadi aka. Qarang, obunachilar. Haqiqat boqadigan chiroyli narsalar ekan, bular. Hammasi ko'chat zo'r. Boqqa olasan, olgan odam baraka topar aka. Ozgina yemdi berib tursa, xudo xolasa avgust sentyabrda qochaveradi bular. Qo'chqor o'ziga ishlayveradi, Akmaljon. Ishonchliqda aka. Misol qo'chqarni ham qilib ber deyishyapti. To'g'ri. Aka, mana. 1000 dollar, 1,5 ming dollarga olishmaydi ichida, o'sha narxda ketaveradi, yengil narxda. Lekin tarbiyalab olishadi endi 1-2 oy. Misol buni ham tarbiyalab turishadi. Ha, gap yo'q mana. Obunachilar olib tashlab qo'ying, qo'ylar lekin uzun. Bo'ladigan narsalar ekan. Akmaljon, bu ikkinchi partiyani narxini yengilroq qilib berasizmi? Vaqt xolasa aka. Yengil chiqyaptimi aka? Yengil chiqyapti. Yengil chiqyaptimi, yengil chiqadi aka. Qancha Akmaljon bular narx? To'g'risini ayting. Dangal gapiring. Oldi qochdi gapi yo'q. 5,5 milliondan ketaveradi. 5,5 dan 8 ketaveradi. so'mlik bitta qo'chqar ketdi. 5,5 milliondan aka. Xayrini qancha qilib berasiz? Yana xayr qilib beraymi aka? Dangal xayrini qilib bering. Oldi gap so'z yo'q. 100 qilmadimmi? Ha. 100 dan 200 yana. 5 million 300 dan. 5 million 300 ming so'm. 5 million 300 ming so'mdan. Barbar aka. Obunachilar 5 million 300 ming so'mdan olib tashlab qo'ying. Mana bularda xolos tarbiyalang, haqiqiy zo'r narsalar kelib qoldi. Telefon qilib, aloqa qilib, o'sha ekrandan nomerlarga telefon qilib olaverasizlar. Lekin o'ynab turibdi. yaxshi narsalarga xudo xolasa zo'r ekan qo'ylar. Hammasi ham chiroyli narsalar. Akmaljon, yana 100 mingdan tushib bering. Obunachilarga to'g'risida. Ko'nimiz bo'lmayapti. Ko'nim bo'lmadi, mana shu obunachilar tarafidan Sizning baribir. gapingiz aka. 5 million 200 ming so'mdan, ha? 5 million 200 dan bir joyga Toshkentgacha dastlabki bes. Tanlab olishchi.
Tanlab olishga olib virusga yuradi. Virusga yuradi, tanlab olishga. Yurgan yo'q lekin hech qo'yyapman. Lekin xudo xolasa qo'ylar arziydi. Obunachilar olib tashlang. O'sha aytgani, turgan puldan foyda yo'q. O'sha asli bitta obunachini qo'ylar, Akmaljon buni maydachida qolishmaydi. Qorachilar qilib Bosib yuborishadi, xudo xolasa. Bosoridan joyi keldi, aka-akalar. Laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xudo xolasa keyingi videogacha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.